Synapse'da altcoin sezon bo'lyapti. Oxirgi 14 kunda 2000% dan ziyod o'sish. Eng pastki nuqtasi mana bu yoqda bo'ldi. Eng baland nuqtasi bo'lsa 60 sentda bo'ldi. Qisqa korreksiyadan keyin yana o'sishda davom etyapti. 2000% dan ziyod. Bu 20x degani. Bu videoda men sizlarga sotgan nuqtamni ko'rsataman. Qancha foyda bo'lgan, qancha zarar bo'lgan hammasini ochiqchasiga ko'rsataman. Video juda ham qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Bitcoin holatini ham ko'ramiz. Qisqasi kripto bozoriga umumiy nazar solamiz. Birinchi Synapse'da muhim ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamiz. Market capi juda ham kichkina, 71 million dollar. Savdo ob'yemi bo'lsa 78 million dollar. FTV bo'lsa 78 million. Max supply 250 million ekan, total supply bo'lsa 241 million dona ekan. Ethereum tarmog'ida qilingan eng baland nuqtasi 5 dollar bo'lgan. Hozirda eng baland nuqtasidan 93% tushgan ekan. 2000% o'sish ko'rsatgani bilan. Eng baland nuqtasi 5 yil oldin bo'lgan ekan. 2021-yil. Qaysi birjalarda sotib olish mumkin? Hamma top birjalarda bor. Bu ancha eski loyiha, shuning uchun ham Binance'da, KuCoin'da, Mex'da, Huobi'da, Kraken'da hammasida bor. Endi bo'lsa men sizlarga o'zim сделкамni birjaga o'tib ko'rsataman. Yaxshi sabr qildim, lekin bu qisqa muddatli savdo bo'lgani uchun uzoq muddatli qoidalarimga unchalik ham amal qilmadim. Shuning uchun ham foydani bir qismini qo'ldan boy berdim. Mana shunaqa o'sish bo'ldi, sotganim yo'q. Misol uchun mana yoqda yaxshi korreksiya bo'ldi. Va o'sishini tahlil qildim va mana yana o'sish bo'ldi. Bu yoqda ham sotganim yo'q, mana bu yoqda ham sotganim yo'q, bu yoqda ham sotganim yo'q. Mana shu nuqtada sotishga qaror qabul qildim. Ozgina korreksiya berdi. Endi bu hozir 1 kunlik time frame'da turibdi. 4 soatlikka ko'rish mumkin. Korreksiya bergandi, undan keyin ertasi kuni gup etib yana 100% o'sish ko'rsatdi. Va men 100% yana pribilda qo'ldan boy berdim. Chunki men hammasini mana shu yerda sotgandim. Odatda meni qoidam qanaqa? Uzoq muddatli sarmoyalarimda bo'lib sotaman. Misol uchun bu yoqda sotaman, bu yoqda sotaman, bu yoqda sotaman, bu yoqda sotaman, bu yoqda va bu yoqda sotaman. Va meni o'rta narxi mana yoqda bo'ladi. Va juda ham yaxshi foydani ola olaman bu strategiyam bilan. Bu haqida video bor, kanaldan topishlaring mumkin, lekin bu qisqa muddatli savdo bo'lgani uchun yaxshi foyda berdi va men bitta nuqtaga sotishga qaror qabul qildim. Chunki bundan oldingi tokenlar o'sish ko'rsatdi-da, yana qaytib ketdi. Qancha o'sgan bo'lsa, undan ham pastroq tushdi. Misol uchun mana shu nuqtadan o'sish ko'rsatdi-da, chuqurroqga tushdi. Shuning uchun men foydani oldim. Hozirda ayiq bozor bo'layotgani uchun o'sib ketishi ozgina qiyinroq narsa. Misol uchun buqa bozorida bo'lsa o'sib ketaveradi. Bo'lib olsa bo'ladi. Lekin narxlar tushayotgan vaqti manaqa palka o'sishlar odatda palka tushishlar bilan tugaydi. Shuning uchun ham men sotdim. Bu ozgina xato bo'ldi. Lekin men yaxshi foydani oldim. Shuning uchun ham men boshqa kuzatmayman. Hozir video uchun mana sizlarga ko'rsatyapman. Bu token endi menga qiziq emas, chunki men kirdim, foydani oldim va chiqdim. Endi uni kuzatsam, balkim bu 5 dollarga kelar. Buni bekor kuzatganimdan endi ma'no yo'q, chunki bu tokenlar menda yo'q. Endi 5 dollarga kelsa ham men bundan foyda qila olmayman. Men foydani qilib bo'ldim, shuning uchun ham kuzatmayman. Ko'p kishilar sotadi. Misol uchun mana menga o'xshab foydani oladi-da, undan keyin narx ko'tarilib ketadi. Juda ham ko'tarilib ketadi, o'zini ayblab o'tiradi. Lekin bu bozorda biz hech qachon mana bu yoqda sotib olib, mana bu yoqda sota olmaymiz. Bunaqa juda ham kam holatlarda bo'ladi. Men xursandman shunaqa foyda qila olganimda, men sizlarga natija ko'rsatyapman. Izohlarda yozinglar, kim bu tokendan foyda qildi. Bundan keyin Bitcoin holati, Bitcoin tahlil bo'yicha ketyapti. Bundan oldingi videoda ko'rsatgandim, mana yoqda flag figurasi bo'lyapti. Katta ehtimol bilan pastga ketadi deb. Texnik bu har doim pastga ketgan. Mana savdo bo'lyapti va mana ketyapti. Hozirda yarimidan ko'pi reallashdi potensialda. Mana shu qancha tushishi mumkin kuzatamiz. Keyin bitta muhim narsa. Mana men sizlarga realniy birjaga o'tib, Binance birjasiga realniy bozorda ishlayotganimda ko'rsatyapman. Ko'p kishilar bunaqa natija ko'rsata olmaydi. Ko'p kishilar shunchaki tahlilchi aytishadi, mana ko'tariladi, mana tushadi deb, lekin o'zlari bozorda ishlashmaydi. Shuning uchun ham kim bozorda ishlab natija ko'rsatayotgan insonlarga ishoninglar. Hozirda shunchaki mana Bitcoin grafikasini ochib chizib pastga ketadi, tepaga ketadi deyish oson. Baribir u
bitta tahlili, ikkita tahlili to'g'ri chiqadi. Любой hozir bitta insonni olib kelib Bitcoin'da qayerga ketadi desa 5 ta 10 ta tahlil qiladi, baribir ichidan bitta ikkitasi to'g'ri chiqadi. Ana o'sha bitta ikkita to'g'ri chiqqanini sizlarga ko'rsatib, o'zlarini kurslarini sotib soqqa qilishyapti. E'tiborli bo'linglar, kuzatinglar. Bir kishiga ergashishdan oldin uni analiz qilinglar. U kim u, bozorda ishlaydimi, yo'qmi? Qancha vaqtdan beri video olyapti, qancha vaqtdan beri ishlayapti, hammasini analiz qilib keyin ishoninglar. Bundan keyin bu yoqda Bitcoin'da o'rta silpanchiq chizig'ini ko'rishimiz mumkin. Eng pastki nuqtalarida unchalik ham ko'p tushmagan. Shu o'rta silpanchiqlarda olsa Bitcoin'dan yaxshi foyda qilish mumkin edi. Mana bu nuqtada ozgina ko'proq tushgan. 2022 ham ozgina kattaroq tushdi. Men hozirda ozgina tushish ko'rsatyapti. Bitcoin'da eng pastki nuqtalari yaqin. Mana bu yoqda bunaqa o'sish bo'lishi mumkin. Buni o'tkazib yubormaslik kerak. Iloji bo'lsa bu yoqda kirib, bu yoqda foydani olish kerak. Bor yo'g'i 2-3 yil sabr talab qilinadi. Misol uchun bu yoqda mana bunaqa o'sish bo'lgan, bu yoqda bunaqa o'sish bo'lgan. Endi buni hisoblamaymiz, chunki yangilik chiqqani uchun, o'sha koronavirus uchun tushgandi. Bo'lmasam shardan bo'lardi. Mana 2022-23 edi eng zo'r imkoniyatlar Bitcoin'ga sarmoya kiritish uchun va mana bunaqa foydalarni olish uchun. Hozir yana bitta shunaqa zo'r imkoniyat berilmoqda va bundan foydalanib qolish kerak. Bundan keyin Bitcoin'da 2010-yildan 2016-yilgacha bergan foydalarini ko'rib chiqamiz. 2010-yil 9900% foyda bergan. 2011-yil 1473%, 2012-yil 186%, 2013-yil 5507%. Bor yo'g'i ko'rishimiz mumkin 5 marta yilda zararda yopgan. 2014 58%, 2017 73%, 2022 65%, 2025da 6% zararda yopdi. 2026 hozirda 31% zararda bo'lib turibdi. O'ylaymanki 2027 yashil bo'ladi. 2027da katta o'sishlarni ko'ramiz. Bundan keyin Bitcoin'da ayiq fazasini ko'rib chiqamiz. 2011-yil $31dan $2gacha tushgan. 93% tushish bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi qanchalik katta tushish bo'lgan. 2013-2015 tushish yillari. $1163dan $152gacha tushgan. 87%. 14 oy tushish bo'lgan. 2017-2018 $198dan 2017-yil dekabrda $3200gacha tushgan. Dekabr 2018. Rovna 1 yil tushish bo'lgan. 84%, mana 12 oy. 2021-2022 69000dan 15500gacha tushdi. Mana rovna 1 yil. Noyabr 2021, noyabr 2022 77% tushish bo'ldi, 12 oy tushish bo'ldi. 12 oy ichida. 2025-2026 $126,000 bo'ldi. Hozirda 58,000 bo'ldi. Eng pastki nuqtasi iyun oyida 2026-yil 53% hozircha tushdi. 9 oy. 9 oy. Bor yo'g'i 3 oy tushish qolgan. Agar mana bu oxirgi ikkita sikl takrorlansa, bor yo'g'i 3 oy qoldi. 3 oydan ham kam qoldi va Bitcoin o'sish fazasiga o'tadi. Men o'tgan siklda 20,000dan pastini oldim va 115,000dan tepasini sotdim. Bor yo'g'i 2-3 yil ichida 540% foyda bo'ldi. Ancha muncha biznes ham munchalik katta foyda bermaydi. Shuning uchun ham e'tiborli bo'linglar, bozorda kuzatishda davom etinglar va katta imkoniyatlarni qo'ldan boy bermanglar. Bitcoinni men qachon sotib olishimni, qachon sotishimni va boshqa altcoinlarni qachon sotib olyapman, sotyapman, bularni hammasini bilishlaring mumkin. CryptoMastersga qo'shilib, meni shunaqa loyiham bor. U loyihani ichida signallar, tahlillar, o'qish va prochat bor. Yoqda men hammasini yozib qoldiraman. Loyihalar haqida misol uchun mana Synapsda bugun sotib olyapman. Synapsda bugun sotdim shuncha foyda bilan. Va men bilan birga jamoamdagilar bozorga kirib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi va men bilan birga daromad qilishadi. Link video ostida natijalarni ko'rishlaring mumkin.
Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Uni ham linki video ostida, hamma kerakli ssilkalari video ostida bo'ladi. O'sha yerdan o'zlaringga kerakli narsani topa olasizlar. CryptoMasters'ga qo'shilinglar, men bilan birga bozorga kiringlar, chiqinglar, o'rganinglar va daromad qilinglar. Mana bu videoda bo'lsa to'liq ma'lumot berganman. CryptoMasters nimaligini, narxini, hammasini yozib, aytib tushuntirib berganman. Mana natijalarni ko'rishlaring mumkin. Hozir bu videoda ko'p to'xtalib o'tmayman, video cho'zilib ketadi. Mana ikkinchi kanal bu o'qish, video darsliklar, o'qish uchun materiallar bor, qisqa postlar bor. Qisqasi hamma kerakli ma'lumotlar bor. Uchinchisi bo'lsa Prochat. Prochatda bo'lsa o'sha qo'shilgan insonlar bilan suhbat. Agar bu video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Tez orada yangi videolar chiqadi. Uzoq ketib qolmanglar. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi.